Qonunga qarsimi? Haydovchingiz. Qonunga qarshi. Nima uchun taqdim qilmaydi? Majburiyatni bajarmaydi. Bering, bering. Tajovuz. 70M 911 GB havo rusumli avtomashinasi kredit tonna 730 kg chiqqanligi uchun ushbu transport vositasiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Bajarmayapti-ku. Sizga bo'ysunar ekan. Siz qonundan ustunmisiz? Ha? Belgilangan me'yorda toshing, akajon, sizga hech kim qarshilik ko'rsatgani yo'q. Majburiyatingizni bajaring. Hurmatli haydovchi, tutash normasidan 20% dan ortiq kelyapsiz. 342-sonning qaroriga asosan 26 tonnada belgilangan cho'qli avtotransport vositasi. 26 tonna o'ziga. To'lamazni 26 tonna bo'lishi kerak. Sizniki hozir 14 tonna pustoy vazni, 12 tonna olsangiz 26 tonna bo'ladi. Shunda yo'limiz davlat ahamiyatiga ega bo'lgan yo'lga zarar yetkazmasdan yurasiz.